Assalomu alaykum barchaga meni qalbi qaynoq mehribonlarim, opa-singillarim, aka-ukalarim, ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan jigarlarim. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Bugun ajoyib kun, hafta kuniga juma, ya'ni qo'shaloq bayram. Mana shu meni kuzatib turgan aka-ukalarim, opa-singillarim O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon, barcha musulmon davlat Qurbon hayit bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohimma yetkazganiga shukr mana shunday kunlarga. Xudo xolasa barchalaringizni bunaqa kunlarni ko'pini ko'rmoqligi va mana shunday yaxshi kunlarga Allohim o'zi yetkazmoqligini nasib ro'za aylasin. Mana shu fursatdan foydalanib butun bir dunyo musulmon xalqini Qurbon hayit bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sog' bo'linglar.